Har bir aytilayotgan kalimaga Alloh taolo farishtani qilib qo'ydi, yozib turadi, aytib turadi deyapti. Shuning uchun jamoatga eslatamiz, birodarlar, aytayotgan so'zimizdan juda ehtiyot bo'laylik. Odamlardan ehtiyot bo'lishdan avval Alloh taolodan ehtiyot bo'laylik. Biz bilmabmiz u. Endi qanday qilamiz desa, Alloh subhanahu va taoloning tavba eshiklari doimo ochiq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda tildan bo'lgan gunoh odamlarni do'zaxga olib kiradi. Tildan bo'lgan gunoh odamlarni do'zaxga olib kiradi. Tavba qilishlik haqida aytayaptilar. Bu yerdan chiqqandan so'ng mana bu 32 ta tishimizni yarimi bunday bo'lib almashib ketgan bo'lsa ham, o'rni bo'sh kelgan bo'lsa ham tarozi qo'yaylik, birodarlar. Og'izga tarozi qo'yaylik. Har xil bekarchi bo'lgan, so'kishlik bo'lgan va yana shunga o'xshagan so'zlarni ichimizda saqlab qolaylik.